Hammaga assalomu alaykum. Yana bir moshinniklarni mavzusida video chiqargim keldi. Tanishlaringiz, yaqinlaringiz, sizni atrofingizdagi odamlarni ichlarida va'dasida turmaydigan, siz bilan muomalada, pul muomalasida va'dasini bajarmaydigan, bersangiz ham 2 kun 3 kunga deb oladi-yu, lekin oylab cho'zib yuradigan tanishlaringiz albatta bo'ladi, bitta ikkita chiqadi. Yoki bo'lmasa hayotda ko'rasiz, hayotda odamlar bilan muomala qilgan saringiz unaqa odamlar uchraydi baribir. Chunki ular juda ko'p. Haqqoniy, chestniy odamlar kam. Va'dasiga vafo qiladigan. Shuning uchun bir tanishlaringiz bo'ladiki, sizga telefon qiladi. Do'stim yo bo'lmasam falonchi aka yo uka menga mancha pul kerak deydi. Siz uni cho'ntagisizda, shu odatga aylangan. U uchun birovlarni tanishlarini cho'ntakka olishi odatga aylangan bo'ladi. Mana shu insonlar telefon qiladi yoki keladi oldingizga menga mana shuncha pul zarur bo'lib turibdi deydi. Katta pul summani aytadi-da, sizni ber deb 2-3 kun kutadi yoki 1 kun kechgacha kutadi-da. Keyin uncha pulni topdim deydi, ertasi kun keladi-da, ozroq pulni so'raydi. Mancha berib tur, yetmayapti deydi. Bir nimani bahona qiladi. Xullas, hayot mamot masalasi emas, o'ta zarur narsa emas, doriga emas. U siz ham yashollaydi u, lekin bilib turibsiz, o'zingizda ham misol pulingiz hisoblik bo'lgani bilan, lekin u katta summani so'rab, sizni miyangizni kichkina summalarni mensimaydigan qilib gipnoz qilib bo'lgan u. U ozgina summaga otmoqchi sizni, aldab ketmoqchi yoki oladida xohlagan paytda beradi. U zarur emas, unga o'zi o'ta hayot mamot masalasi emas, lekin oladida sizdan u pulni yo'q bo'lib ketadi. Menda shunaqa bo'lgan. Meni dokumentlarimni tayyorlab yuradigan bitta bola doim dokumentlarimni tayyorlab yuradigan bola bir kuni $700 pul so'radi mendan. $700 da so'rab, men tizalab yuboradi-da endi. Yalinib so'rayapti, shunaqa so'rayapti, yalinib. U bolani xarakterini bilaman. 2 kunga so'rayapti bo'lman. 2 kunda qaytarib beraman deyapti. Juma bersang, shanba, yakshanba o'tadi, dushanba o'zingga qaytaraman dedi. Dokumentimni qilib yuribdi meni. Qarang, rasa menga foyda berayotgan vaziyatda u mendan qarz so'rayapti. Lekin men uchun qilayotgan xizmatiga pul beryapman, aytgan pulini. Lekin baribir dokumentimni ham cho'zib yuribdi. Topshirib yuboradigan narsani topshirmayapti, qarz so'rayapti. Xuddiki pulimni, xizmatimga bersang ham, qarz bermasang, dokumentingni cho'zib bermayman degandek qilib, haligi shunaqa ma'noga borib qolyapti uni harakatidan-da. Keyin men o'yladim, yo unaqa pulni bera olmayman deb chiroyli tushuntirdim. Menda to'g'ri, senda bor bilaman deyapti. Haqiqatda menda pul bor. Chunki men pullik ishda ishlayman. Doim pulim turmasa bo'lmaydigan ishda ishlayman. Keyin u shundan foydalanib so'rab bitta mendan emas, ko'pchilikni uxlatar ekan u. Oxiri $700 deb bermaganimdan keyin 2 kun o'tib topdim dedi. Sen dedi $150 berib tursang bo'ladi dedi. Qaytaraman 2 kun 3 kunda dedi. Bo'pti dedim. $150 berdim, gipnoz qildi-da uni u meni 2 kun 3 kun gipnoz qildi. Shu bilan ozgina pul dedim-da, endi $150 hech narsa emas, qaytarib beradi endi deb berdim. Yoki qaytarmagan taqdirda ham keyingi safar 2 kishini dokumentini cho'zsa shu $150 xizmatiga berardim. Ashuni hisoblab men aldanmayman baribir. Aldagan taqdirda ham keyingi safar dokumentimni qilib bera olmay qo'ygan taqdirda ham keyingi safar dokumentimni cho'zdirib ola olmayman bepulga
uni xizmati bepul bo'ladi deb o'ylab bergan edim. Men ham hisobim bilan bergan edim, lekin baribir yeb qo'ydimda. Mana summa, katta summa bilan meni miyamni chalg'itib, u gipnoz qildida, keyin kichkina summani oldida dokument qilish ishlarini ham tashadi. Bir narsa bo'ldi u bolaga, nimadir bo'ldi, yo'q bo'lib ketdi, o'sha bo'ldi mana. 1 yildan beri yo'q. Почти 1,5 yil men уже uxladim $150 ga. Shuning uchun bunaqadan ko'p bo'ladi, bunaqa mayda-chuda pullarga otib ketadi. 60 ga kirgan odam keldi, qaytimi yo'q ekan, men unga 18 ming berishim kerak edi. Unga 20 ming berdim, qaytimi yo'q ekan, 2 mingni olib kelib beraman deyapti. Endi bu o'zbek puli emas, katta pul. Keyin aniqmi dedim. Desam, yoshim 60 da dedi. O'zi otaxonligi ko'rinib turibdi. Men odam aldamayman dedi. Betimga shunday qarab turib, men odam aldamayman deydi. Yo'q dedim. Mana tog'a deb berdim. Yo'q, mana 3 yil bo'ldi. Uxladim unga. Bunaqalardan ko'p hamma hayotimda uxlaganlarim, pullarimni hisoblasa 1 yil bekarga ishlagan bo'laman. Oyiga $600-700 dan 1 yil bekarga ishlagan hisobda. Shuncha pullarga uxlaganman. Mashinalarda har xilini ko'rdik. Hali buni buyog'i yashasak yana ko'raveramiz. Shuning uchun o'zimda bo'lgan voqealarni aytib internetga joylab boraman. Meni hozir ko'radimi, keyinroq obunachilarim ko'payganda ko'rishadimi? Odamlar ko'rib, ajabmas, foydam tegsa hammaga.